Niginaxon, qizim. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshilab oldingizmi? Gaz hidi chiqyapti. Aman samsa qilib Voy, duxovka yoqilganmi? Yoqilgan, ha? Voy, tegi o'chgan-ku buni. Voy, o'chib qolibdimi? Men yo'quvdim, Onadan oyijon. ochvara qoling tezroq. Hozir. Voy, Hidi chiqib ketar, oyijon. shunaqa qilsa chiqib ketadimi, qizim? Ha, shamol qilyapman-ku. Hech sezmadingizmi shuncha turib? Uf, yo'q. Ko'nikib qolman shekilli hidiga buni. Keyin bilmadim. Voy, xudojonim, ey. Uf, Bo'ldi, chiqib ketdi, ana bo'ldi. uzr oyijon. Yo'qdim deb o'ylaymanda. Nechu? Bugun voqli turibsiz? Ha, borib, podyezdlarni supurdim. Qo'shnini uyiga taqillatdim deb suv so'radim. Voy, hazillashuvdim-ku men. Voy, qizi tushmagur, ey. Nima dedi keyin qo'shni? Suv berdi. Supurvasmi dedi. Ha, oyijon aytdilar. Supuring-de, qo'shnidan suv so'rang. Supurganingizni bilsin dedi. Deb aytdim. Ha, bo'p bilabsiz. Sharmanda qilibsiz meni, qizim. Meni yetgan gapimgacha aytasizmi? O'zingiz aytdingiz-ku, shunaqa degan deb. Voy. Mayli. Muhimi bilibdi supurganingizni. Endi gapirmanglar. Gapirmaydi endi. Somsani nima qilamiz oyijon? Somsani endi yana gaz tegini yoqing. Qaytadan pishiramiz, chala pishib qopti-yu. Xo'p. Men yuvinib chiqaman-da, xabar olib turaman, ha? Ha, o'zimiz somsachi kelinaman. Bu somsani tikkaningizga chidovdim. Endi gazsiz pishirganingizga ham chidaymi, qizim? Aylanib ketdingizdan, ey. Oyijon.